Hammaga salom, yuragimning yaqinlarim, charchamayapsizlarmi? Bugun mana 11-aprelga kirib keldi, soat 12, tungi 12:10 bo'ldi. O'zbekistondan Ispaniyagacha sayohatimiz bugun 10-kuni tugadi. Va men ko'chada qolib ketdim. Ko'rishlaringiz mumkin. Aynan mana shu yerda hozir yotibman. Suvda olganman. Mana avtobus kutadigan bekatcha. Skameyka bittasi bu tarafda turuvdi. Bu yoqqa olib kelib oldim. Qisqasi shunaqa gaplar. Boshida hech kim menga boshida hamma aytdi, oson bo'lmasligini va mana 10-kunda o'zi bilinyapti. Sayohat oson emasligi, safarda o'ziga yarasha qiyinchiligi borligini. Bir kuni kimdir mehmon qilib uyiga olib kiryapti. Bir kuni qaysidir mehmonxona yordam qilyapti. Ba'zi bir paytlari masjidda qolyapman, ba'zi bir paytlarda bunaqa joy. Ba'zi bir joylarda ko'chada qolib ketgan vaqtlarim ham bo'lyapti. Muhimi to'xtaganim yo'q. 10-kun. Orzular tomon harakat qilyapman. Qisqasi shu. Onamni sog'indim 10 kun ichida, onajon. Yana nima? Qiynalganim yo'q. Meni hamma qiyinchiligimni meni shaxsan o'zimda ovutayotgan narsa bu shu orzular faqatgina. Instagramda juda ko'p obunachilar yozyapti. Qo'llab-quvvatlayapti. Rahmat. Karta raqam qo'ydim, karta raqamlarimga ham kimdirlar ko'ngildan chiqarib 5000, kimdirlar 1000 so'm tashlaganlarini ham ko'rdim. Kimdirlar yana bir kimligini bilmayman, yana bir kishi 50 000 so'm ham tashlabdi. Men hammasini hisoblab yuribman. Ya'ni hammasini bilib yuribman, kim tashlayapti, qaysi karta raqamdan. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Kattakon rahmat. Shu orzularim uchun sizlar ham harakat qilyapsizlar, shu bola orzusiga yetsin deb juda ham xursandman. Shu bu YouTube kanalimga qo'yilayotgan safarim davomidagi birinchi video va bunaqa videolar tez-tez chiqarib turishga harakat qilaman endi. Sizlarni yaxshi ko'raman. O'zingizni ehtiyot qiling. Yuragimga yaqinsiz. Video like bosib qo'ying, YouTube kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Ko'rishguncha. Endi uxlayman bu yerda hozir. Bo'pti. Sen paka.